Lardagi gaz qo'yadigan ustanovchilarga ham dastavkasi bor. Kubotlarga programma xizmatlari, pul zavadashi, pul suvdatchik, korobka motor programmalar, stage programmalar hammasi bonus, faqat obuna bo'lgan bo'lsalar, xudo xolasa. Cobalt MCM ga ko'proq kommentariy yozishibdi. Ham MCM ga metan qo'ysangiz ham bo'ladi, propan qo'ysangiz ham bo'ladi. Zapchasti endi klient keladi, o'zimiz ko'rsatib tushuntiramiz. Nech pul dedingiz, tog'a? Assalomu alaykum, metan propan uz obunachilari. Bugun servisimimizdagi olib borilayotgan ish jarayonlaridan ozgina lavhalar olishga, sizlarga taqdim etishga qaror qildik. Xo'p, talablarga binoan obsujeniyalarda, kommentariyalarda so'rayotganlar bor. O'shalarga ham birato'la javob berib o'tamiz shu savollarga. Assalomu alaykum, metan propan uz obunachilari. Bugungi olib qolgan mashinamiz haqida tushuntirib o'tamiz. Yo'lda Lacetti mashinasini olib qolganmiz. Bu mashinamizga 100 litrlik metan qilib beryapmiz. O'zlari propanda kelgan, propan ozgina rasxod cho'ntaklari ko'tarmagani uchun metan qildiryapmiz mashinamizga. Arsumkasi bilan miyasi o'ziniki qolyapti. Reduktor, zapravочный yevrolarni qo'yib beryapmiz. 03 datchiklari bilan. Oldi qismiga ketgan zapchastlarimiz. O'zini bu zapchastlarni olib qolyapmiz. O'zidan reduktor chiqadi, tak oldidan. Orqasidan 65 talik 2022 ballonlarni yechib olib qolyapmiz. Tak chanalarini yechib tashlaymiz polnosti. 100 litrlik 2025 ballon ustanib qilib berilyapti. Bu Gentra mashinamizdan yechilgan. Bu mashinamiz metan deydi, propan qilib beryapmiz. Bu mashinamiz propan deydi, metan qilib beryapti. Tak 2025 ballon qo'yilyapti, 100 litrlik, ichida gazlari bilan turibdi. Chanalari avvalgi holatda. Bo'lkayga hamma narsasini akkuratli holatda ustanib qilib beryapti. Propan gaz ballonlarini polnisiga yechib tashlaymiz. Rabochiy chanalarini hamma narsasini metan ustanib qilib beramiz. Bu mashinamizga skidkadagi narxi 2.900.000 so'mga tushyapti, chunki rabochiy qo'yilyapti. Ballonlarni tashlab ketyapti. 2022 65 litrlik o'zini rabochiy ballonlarni tashlab ketyapti. 100 litrlik 2025 ballon taqib ketyapti. Bu mashinamizga 2.900.000 so'mga tushyapti. Bu yoqda yana bitta Gentra mashinasi olib qolganmiz. Bu mashinamiz metanda kelgan, propan qilib beryapti. Ballonlari, reduktorlarni o'zlari olib kelgan. Xizmatini hisoblab beryapmiz-da, gaz ballonlarini 2 million so'mga sotib olyapmiz. Bu gaz ballon 2025 ustalik ballon. Buni ham o'zimiz taqib bergandik. Endi bu akamiz klient xohishiga qarab tak oldi qismiga turецкий reduktor olib kelgan o'zlari. Atga turецкий reduktor, reylik komlik bezdochniy farsumka. Pol ustanovkasiga, xizmatiga 350.000 so'm olyapmiz. Dokumentlari hamma narsasi ichida. Bu mashinamiz metani, propan bo'lyapti. Bu mashinamiz propanni metan qilib beryapti. Bu yoqda yana bitta 10x mashinasini olib qolganmiz. Bu mashinamizga 90 litrlik 2026 qol kodlari bilan 10x mashinasiga 2026 ballon qo'yib beryapmiz. Shaffof 15 yil kafolati bor. Tranglari ham polностью original bo'ladi. Avvalgi chanalardan foydalangan holatda 90 litrlik metan ustanib qilib beryapmiz 0 dan. Nech pul dedingiz, tog'a? 5.600.000 so'mga ustanib bo'lyapti. Oldi qismiga zapchastlarimiz, ketgan zapchastlar. Tak, avansi 32 ga 4 minaga funksional blok qo'yilyapti. Bu OBD ham ulanadi. Keyin kollektor ham ulanadi. Bu chek yonmasligiga ishlab beradi. Relik komlik italyanskiy, toza italyanskiy farsumka qo'yib beryapmiz. Bu tak A12 hammasi datchik reduktor qo'yib beryapmiz. 03 datchiklari bilan akkuratli holatda ustanib qilib beryapmiz. Bu mashinamizga 5.600.000 so'mga tushyapti. Hujjatlarini ham ko'rishlaringiz mumkin. Akkuratli holatda mana bu joylashtirib beramiz. Yevropa gazdan avansi 32 ga 4 ko'pchilik mijozlarni savol beryapti. 24 ga 4 qanday ishlaydi, 32 ga 4 qanday ishlaydi? Agar sharoit bo'lsa 32 ga 4 qo'yaverganimiz ma'qul, chunki OBD ulanadi. Kollektorga ham ulanadi. Kollektordagi yoqilg'ini o'zi o'lchab, o'zi настройка qilib beradi avtomatik. Keyin biz qo'ygan blok upravleniyadan mashinani o'zini ham diagnostika qilsak bo'ladi. Eng full komplektda qo'yilyapti, xullas 5.600.000 so'mga tushyapti. 90 litrlik metan 10x ga. Eng qimmati o'sha hozirgi kunga. Hay, zapchastlarni ham bitta ko'rsatib o'tamiz. Ichkarida zapchastlarda yana shuncha yangi zapchastlar kelgan, shuncha beramiz xudo xolisa. O'rtoqlar, karcher ham olib kelib qo'yganmiz. Bizda gaz qo'ydirganlarga o'zlari sexxosalar karcher ham bor. Tak, turецкий, italyanskiy, polskiy xohlagan turdagi zapchastlardan olib kelib qo'yganmiz. Zapchasti endi klient keladi, o'zimiz ko'rsatib tushuntiramiz. Polskiy, xitoyki, italyanskiy
turetskiy zapchastlar hammasini ko'rsatib tushuntiramiz. Xohlagan zapchastlarni tanlab oladi. Bizda byudjetniroq desa byudjetniroq zapchastlar ham bor. Original full komplekt desa full komplekt zapchastlarimiz ham bor, hammasidan bor. Tak, bu yoq tarafdagilar hammasi Polsha zapchastlar, Avansi 2 ga 4. Avansini ham e'tibor beramiz. Birga bir lyuks kopiyalari chiqib ketgan o'rtoqlar. Bu Xitoyniki. Ko'rinish Avansi italyanskiy va polskiga o'xshab ko'rinadi, lekin Xitoyniki. Mana shu narsalarni ham endi bizda ko'rsatib tushuntiramiz. Mana bu Xitoyniki ekan, mana bu Polshaniki, mana bu italyanskiy deb ko'rsatib tushuntiramiz. Ma'qul variantni o'zlari tanlab olishadi. Bu toza Polshaniki, Alex Yevropaga Stag'da ham ozgina arzonchiroq variantlari kelgan. Bu Stag'da eng original. Zapravklarimiz yevro, kraynik, xohlagan turdagi zapchastlardan bor. Viloyatlardagi gaz qo'yadigan ustanovchilarga ham dastavkasi bor. Preys narxlarda gaz ballon, zapchast, xohlagan turdagi zapchastlarni pochta qilib berish xizmatimiz ham bor. Pastda nomerlar qoldiramiz. 2013 Cobalt mashinasimidi? Yangisi. Cobalt MCM ga ko'proq kommentariya yozishibdi. Ham MCM ga metan qo'ysangiz ham bo'ladi, propan qo'ysangiz ham bo'ladi. Propan ustanovkamiz narxi zapaskasini joyiga 47 litrlik zapaskasini joyiga original full komplektda ustanovka qilib beramiz. 3 million 200 ming so'mga tushadi. Agar byudjetniroq desa 2 million 200 dan boshlanadi, tepaga qarab 3 million 200 ming so'mgacha tushadi propanimiz. Metan ustanovka qildirmoqchi bo'lsa, metan ustanovkamiz 90 litrlik gaz ballon akkuratli holatda joylashadi. 4-pokoleniya ustanovka qilib beramiz. 4-pokoleniya 4 million so'mdan boshlanadi, 5 million 200 ming so'mgacha bor. 5 million 200 ming so'mga eng fulli chiqadi. Keyin Tracker 12larga ham propan ustanovkamizni narxi skidka berganmiz. Eng full komplektda 3 million 400 ming so'mdan ustanovka qilib beryapmiz. Full komplektda. Italyanskiy farsunka polskiy miyalar bilan ustanovka qilib beramiz. 47 litrlik zapaskasini joyiga, fragment original shlang, termoturka fitingdan foydalangan holatda o'sha narxga chiqadi skidkadagi. Obuna bo'lib kelsa shumkalari bonus. Yana nima? Programmalarga xohlaganlarga shumka bonus. Xohlasa rezinka qo'yib beramiz, xohlasa shumka qo'yib beramiz. Kobaltlarga programma xizmatlari, pul zavadash, pul suvdatchik, korobka motor programmalar, stage programmalar hammasi bonus, faqat obuna bo'lgan bo'lsalar, xudo xolasa. Pastda nomerlar qoldiramiz, bemalol murojaat qilib kelishlaringiz mumkin. Batafsil ma'lumotlar uchun bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Keyin Doniyor aka anaqa ko'pchilik keldi, so'rab qilyapti-da, nima edi? Zapchast mana misol uchun original, mana ne original desa, misol uchun o'ylanib qolyapti-da. Keyin o'sha endi ne original degani ham просто byudjetli bo'ladi, ular ham ishlab beradi, to'g'rimi? Xitoy endi ko'pchilik bizda tushunadi, Xitoy desa yomon deb o'ylaydi. Xitoy endi yomon emas, endi 90% narsa Xitoyga o'tib ketdi, bizda hamma biladi. Xitoy ham ishlab beradi, faqat toza puli sharoit bo'lsa italyanskiy qo'yganlari ma'qul. Lekin motoriga qarab, endi bizda motoriga, ot kuchiga qarab vibr qiladi hamma. Iloji bo'lsa original qo'yirganingiz ma'qul, lekin Xitoy ham yurib beradi. Garantiyasi bor. Xitoyliklar ham misol uchun ishlab chiqaradi. Xitoy ham misol uchun mana farsunkalar $7 turadigan bo'lsa, mana ular 15-20 $ turadigan narsa. Original narsa. Xitoyda original kачественныйsi. Buni ham kafolati bor, 1 yillik kafolati bor. Qo'yamiz, ishlab beryapti, xudo xolasa, uyaltirgani yo'q. Oddiy atmosferik motorlarga Xitoy qo'ysa ham yurib beradi. Hech qanaqa masala bo'lmaydi. O'sha gap o'rtoqlar, obuna bo'lib qo'yishingizdan chiqmasin. Pastda nomerlar qoldiramiz, bemalol murojaat qilib qo'yaverasizlar, like bosishingizdan chiqmasin.